Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Akalarim, tuzumsizlar, yaxshimisizlar? Yengillikdan bexabar qolib ketmanglar. Mana ustunlikni ko'rasizlarmi? Zo'rini kiyib olaman. Qimmatdan. Futbolkalarning zo'rlari keldi akalarim. Mana Boss brendidan. Sifatlari ham juda zo'r. Yoqalari ham zakonniy, amerikanga. Bo'slari ham bir ajoyib nakleyka qilingan ekan. Mana yumshoq halodok. Bular Misr paxtasi hisoblanadi. Mana bu Dolce Gabbanalarni ko'ringlar mana. Mana bular ham vaqti zo'r ekan, lekin sifatlariga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ancha aqlli narsalar bular. Mana bu Gucci'ni qaraylik zo'rligini. Mana bulardan qolmadi, yana paftor bo'lgan mana. Kimga kerak bo'lsa shunaqa narsalar kiyaverasizlar. Mana bularning chiroyliligini qaranglar. Zegnalarni. Vaqti zo'rda futbolkalarimiz. O'zimiz ham bir xil mahal qo'yib qolamiz deb fokusga. Dolce Gabbana'ni qarang. Mana bularning ishlovlarini qarasanglarchi. Yoqalarini qaranglar. O'zini materialidan qilingan. Ma'murlari ham zo'r yozilgan Dolce Gabbana. Короче, необычный narsalar-da bular. Kimga shunaqa zo'r narsalar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Bu mollar hammasi butik mollari bo'ladi. Oddiy do'konning mollari emas, lekin aytib qo'ysizlar, bular haqiqiy Misr paxti hisoblanadi. Lekin Pekinning lyuks mollari bular. Zo'r. Bular Made in Italy, hamma yog'i shunaqa yozilgan. Keyin zo'r temasi Xitoydan kelgan-u, lekin bu yerdachi mana bunaqa yozilgan, ko'ringlar. Hammasida Made in Turkiya. Lekin Xitoydan kelgan bular. Sifatlari umuman zo'r. Milanoning shimlarini bilasizlar, keldi mana assortiment vaqti katta. Kim bilasizlar, Abu Sahiy Center 2-etaj B20 Fiorentina Milano do'koni. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin, salomat bo'linglar. Bularning narxiga kelsa 380 ming so'm sotyapmiz, lekin podpiska, like bosganligiga 250 mingdan qilib beraman. Salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.